GLS 450 narxidan, lekin undan ham yaxshiroq avtomobil qidirayotganlar uchun Avtoliderdan GLS 580 taklif sizlar uchun 2021 17400 km yurgan test drive boshladi. Bismillah deb test drive boshlaymiz, hurmatli obunachilarimiz. Salonga o'tirganingizda birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu koja, daraxt va alkantarani kombinatsiyasi. Kojani rangi ham juda chiroyli va mana bu daraxtlar bilan sachtaniyasi idealni, hurmatli obunachilarimiz. Hozir komfortdamiz. Komfortni o'zida mashina juda yumshoq yuribdi. Bu mashina nima beradi deganlar uchun, mashina qanot emas, lekin poxodkani o'zgartiradi, hurmatli obunachilarimiz. Bunaqa mashina tim bo'ldi. Avtomobilda ketish qaranglar, faqat rohat sizlar uchun. Yumshoqqina ketyapti, gabarit o'zini ushashlariga вообще mashinani gapi yo'q. Navrot keladigan bo'lsak, bu eng full opsiya, hurmatli obunachilarimiz. Mana bitta hozir komfortda bitta klassический massajni yoqamiz. Oldi passajirga ham yoqsak bo'ladi. Mana klassический massajda komfortda bu mashinada ketsanglar, uzoq yo'lmi, yaqin yo'lmi, любой joyingizda sizlarga maksimalniy komfort bilan yetib olasizlar, xudo xolasa. 450 standart hammada bor, menga ajralib turishinglar, mana motor taraflama ajralib turish imkonini beradi bu sizlarga. Chunki bu avtomobilimiz 4 litr V8 480 kuchli ot kuchi. Avtoторможение, датчик слепых зон, бурмистер акустика, фабагресс сиденья, вам yoqda подстаканникini, отдельно suvlarni muzlatadigan, isitib beradigan. Salonimiz, потолоклari qaranglar, полностью alcantara, вообще avtomobil o'zga dunyo va Mercedes bar salonlarning ichida eng top deb hisoblayman, chunki bular beradigan uyut qanaqadir boshqa mashinada yo'q. BMW ga o'tirib olsanglar, такой спортивный yurgili keladi. Ammo bunda чисто такой расслабляющий qilib, eson yetib olaydi. Bismillah. Avtomobilimiz manyovrisi ham juda yaxshi. Burilib berish qaranglar. Burilish hamma narsasi avtomobilning eng top urovenda. Undan tashqari bu yerda off-road rejimimiz ham bor, lekin off-roaddan oldin biz albatta sportni tekshirib o'tamiz sizlar bilan. 5-3 sekund yuzigacha, hurmatli obunachilarimiz, oldini ko'tarib mashina chiroyli surib qo'yapti. Вообще tekis ketyapti. Mashinani podveskasi shunaqa ishlayotgan bo'ladi. Вообще mana ketdi. Qaranglar, tepaluga, поворотlarga chiqishga mana narsa juda удобный o'sha olishga. Avtomobil hamma narsasiga qaranglar. Shu gabaritiga sportni yoqsanglar, sportdagi yurib beryapti avtomobil. Tormojeniyalari ham umuman boshqacha, hurmatli obunachilarimiz. Va haqiqatda sportivniy yizdani demonstratsiya qilib berdi shu godasiga. Nima deymiz? Любой avtomobil наличие на заказ, hamma Avtoliderda kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.